alaykum. Bugun hozir 24-avgust haftalik analizni boshlaymiz. Fund dollaridan ko'ramiz. Daily time'ga o'taman. Daily time'dagi holati bozor o'zidan oldingi maksimumni tana bilan yechib ketgan va yuqoridagi mana bu maksimumni hali yechmagan. Endi bu joyda bizga bayga zona qoldirgan. Hop, bayga zona bor. Mana shu bay zonadan biza kelganida bayga entry qilib ko'rsak bo'ladi. Bundan keyin 2 kun bozor yana bay yurgan bu zonaga kelmasdan turib. Endi 1 soatlik time'da ham xuddi shu joyda bay uchun zona qoldirgan. Endi mana shuni 50% ga narx kelganida biza bayga qo'rqmasdan entry qilsak bo'ladi. Mana bu joyda. Xo'p, bu ham bayga model biza uchun. Bundan ham bayga entry qilib ko'rsak bo'ladi. Bu ham bir martalik orqaga qaytib berish nimasi bor. Endi buni kirish tochkamiz mana bu joy, stop lossimiz shuni minimumi bo'ladi va take profitimiz manba ga qo'yamiz va o'zidan oldinda agar maksimum bo'ladigan bo'lsa, yana bir nechta maksimumlar bor, hali yechilmagan, bular ham yechilishini kutilyapti. Xo'p, bu bor, keyin mana bu maksimum ham bor. Bu maksimum bir marta qaytargan. Mana bu qaytarib olgan. Endi buni yechsa, buni ham yechish ehtimoli bor. 1 soatlik time'da ko'ramiz. Take profitimiz mana shu maksimumiga bo'ladi. Bizning kirish tochkamiz birinchisi bu, ikkinchisi bu. Endi out dollar parasiga o'taman. Out dollarda ham daily time'dan boshlaymiz. Xo'p, bugungi sham yopilsa mana shu joyda katta ehtimol bilan FV ga qoldirib qo'yish mumkin. Xo'p, hozirda mana bu joyda sell uchun modelni bozor tana bilan yorib, retestidan bayga ham ishlatib bo'lgan. Endi o'zidan oldinda maksimum bor, 1 soatlik time'ga o'taman. Bozor mana shu retestidan bay ko'tarilgan. Endi biza yana bay uchun sabablar izlab qo'shilsak bo'ladi. Mana bu joyda bizaga ikkita yonma-yon turgan maksimumni bozor tana bilan yorib ketgan ekan. Bu kuchli bizaga support zona bo'lib qolgan. Endi mana bu joyda bizaga kirishimiz uchun yana ham idealniy bay zona bor. Ikkita sabab bor. Mana shu bitta joydan kirishimizga ikkita sabab bor va bozor arzon narxda mana shu zonalar arzon narxdaligi uchun bu uchinchi sababimiz bo'ladi. Xo'p, mana shu unga kelganida biza qo'rqmasdan entry qilsak bo'ladi. Mana bu ham bay uchun zona, lekin bu bitta sabab bilan turibdi. Mana bu joyda ikkita, kamida 3 ta sabab bor. Endi stop lossimiz mana bu atrofga bo'ladi va maksimumga bizning take profitimiz bo'ladi. Xo'p, mana bu maksimum va mana bu ham o'zidan oldinda turgan maksimum bular take profit zonalarimiz. Bu ham take profit zonamiz bo'ladi. Bu uzoq muddatli analiz, kelganida entry qilib ko'ramiz. Endi NZD dollar parasiga o'taman. Daily time'dan buni ham analizini ko'rib chiqamiz. Bu ham o'zidan oldinda turgan maksimumni hali yechmagan, soya bilan ham, tana bilan ham hali yechmagan. Mana bu maksimumni bozor yechgan, bu bizaga uptrendni beradi. Xo'p, uptrend holatida mana bu joyda bay uchun zonamiz bor. 1 soatlik time'ga o'tib, mana shundan yana kirish tochkalarini izlab ko'rsak bo'ladi. Xo'p, yana kirish tochkamiz mana. Xo'p, aniq mana shu FV'gimizga, ya'ni bay zonamizga kelganida biza qo'rqmay entry qilib ko'rsak bo'ladi. Stop lossi mana bu atrofda, take profit buniki ham maksimum. Xo'p, hamma paralarda, ya'ni USD bilan tugaydigan paralarning hammasida, почти hammasida bay uchun zonalar berib ko'tarilib ketgan, ya'ni bayga sabablar qoldirib ko'tarilgan. Mana bu bizning kirish tochkamiz. Bu yuqoridagi birinchi kirish tochkamiz bo'ladi. Bunda ham bozor hali mana bu zonalarni to'liqligicha ishlatmagan. Bunda 3 ta sabab bor mana shu joydan kirishimizga. Xo'p, entry qilib ko'rsak bo'ladi. Mana shu holatda endi keyingi kirish tochkalarini ham ko'rsak bo'ladi. USD chief parasiga o'taman. Buni ham daily time'dan boshlaymiz. Daily time'dagi holati mana bu joyda bitta bayga kirish tochka berib ketgan. Xo'p. Va bu 2 kun oldin mana shu bay zonani daji ishlatgan ekan ham. Mana bu joyda sell uchun zona bergan. Minimumlarni yechgan va sellga zona qilib bergan. Mana bu kirish tochkasi bo'ladi. Endi bay zonamizdan bayga entry qilib ko'rgan.
Hop, mana bu joydan bir martalik bayga otib bergan ekan. Hozir trendni yorib, trendni tana bilan pastga yorib turibdi. Hop, ehtimoliy jihati bor. Yana bir marta PDX ni yechib, mana bu zonalarga ham kelish ehtimoli bor. Chunki trend yorilishi fake bo'lishi ham mumkin. Hop, mana bu bizani kirish tochkamiz bo'ladi. Hop, mana bu holatda sellga entry qilsak bo'ladi. Faqat kelganida tasdiq bilan entry qilgan ma'qul, qanaqadir trend, xuddi mana bunaqa trend yorilishlari bilan tasdiq olib kirgan ma'qul. Hozircha buni qo'ymay turaman. Chunki nazorat qilishiga bir necha soatlar vaqt kerak bo'lishi mumkin. Chunki bu katta dailyda yasalgan FVG bo'lgani uchun balki 1-2 kun nazorat uchun ham ketishi mumkin. Lekin trendni hozir yorgan, prosta narx arzon joyda turgani uchun ham bu joydan selga entry qilish xato hozircha. Endi kelganida mana bu zonalardan biza qo'rqmasdan selga entry qilib ko'rsak bo'ladi. Ham stop lossimiz ham kichikroq bo'ladi. Xo'p, mana shu holatda 100 lik kat parasini ko'ramiz, 100 lik katta. Buni ham dailydan ko'ramiz. Bunda bozor sell uchun model shakllantirgan. Mana shu joyda 1 soatlik taymga o'taman. Buni hali 50% ni yechmagan. 50% ni yechishiga yana qaytib ko'tarilish ehtimoli bor. Chunki gap ham bayga bo'lgan. Hozirdan ham bir martalik bayga entry qilib ko'rsa bo'ladi. Chunki birinchi gapga qarab tushib kelib, gapdan narx yana yuqoriga qarab o'syapti. Mana shu holatda biza 50% gacha ushlasak bo'ladi. Qisqa muddatli bay zona bu. PDX, ya'ni PDX ga bir marta retestdan yana bayga ko'tarilyapti. Mana shu holatda haftalik analizlar bilan savdolarni boshlasanglar bo'ladi. Hammaga omad.